Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz metal hamda kationlarni alanga rangini o'zgartirishi. Demak, doskaga mavzuni yozamiz. Bugungi tajribamiz uchun biz sizlar bilan magniy metali, kaliy xlorid, bariy nitrat hamda mis sulfatdan foydalanamiz. Buning uchun biz tajribani boshlashdan oldin, demak, gaz garelkasini yoqib olamiz. Garelkamizni yoqib oldik mana. Demak, magniy metalni bo'lagidan olib yorqin rang beradi. Endi shisha tayoqchani olamiz va shisha tayoqchaning uchini namlab olib, uni kaliy xloridga tekkizib olamiz. Tuziga. Alangaga tutamiz. Sarg'ish qizil rang hosil bo'ladi. Bu g'ish rang deyiladi va kaliy xloridimizni alangani bo'yashi kaliy kationini mana shunday bo'ladi. Ikkinchi shisha tayoqchamizni ham uchini namlab olib, uni bariy nitrat tuziga botirib olamiz. Bariy nitrat tuzida bariy kationlari alangani sariq rangga bo'yashini ko'rishimiz mumkin. Uchinchi shisha tayoqchamizni uchini namlab olib, uni mis xlorid eritmasiga tuziga botirib olamiz. Ko'rishimiz mumkinki, yashil rangga bo'yar ekan mis kationlari. Bugungi tajribamiz demak quyidagi moddalar ishtirokida bo'ldi. Magniy metali, kaliy xlorid tuzi, bariy nitrat tuzi, hamda mis xlorid tuzlari ishtirokida bo'ldi. Demak, mana shu tuzlarni ko'rishimiz mumkinki, bu yerdagi berilgan tuzlarimiz kaliy xlorid dissotsiyalanganda kaliy kationi hamda xlor anionini hosil qiladi. Biz kaliy kationini ko'rdikki, demak, qizg'ish sariq rangga alangani bo'yar ekan. Keyingi tuzimiz bariy nitrat tuzi esa bu tuzimiz ikki bosqichda dissotsiyalanadi. Buni bir bosqichda dissotsiyalab dissotsiyalanish tenglamasini umumiy holatda yozib, demak, bariy kationlarimiz alanga rangini sariq rangga bo'yar ekan. Uchinchi tuzimiz esa mis xloridi. Mis xloridi ham ikki bosqichda dissotsiyalanadigan tuz. Biz umumiy dissotsiyalanish tenglamasini yozib olamiz. Va mis kationlarini ko'rdikki, alangani yashil rangga bo'yar ekan.
Shunday qilib biz bugungi tajribamizda kationlarni alanga rangini o'zgartirishini ko'rib chiqdik va har bir kation o'ziga yarasha xossalarga ega bo'lganligi uchun ular alangani turli rangga o'zgartirar ekan. Rahmat.